Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu qadarlik Facebook'taki dünyanın her qaysi joylaridagi Uyg'urchani anglab tushundigan, Uyg'urning o'tida kuyib, suyida aqdigan barliq qarindoshlar, hammalarninki mushu vaqti ve bundan keyingi vaqti bu dünya ve o dünyalıqı, ikkili dünyalıqı xayrlik bo'lsin. Men Abdulaziz Beşto'g'roq İstanbul'dan Zeytinburnu'ndaki uyemden sizlarga Allah'ın cennet salam bo'lgan Assalamu alaykum ve rahmetullah ve berekatuhu degan salam bilan İslam tarihi degan kitaptan qo'limizdagi bu İslam tarihi degan kitap Teklimekan Uyg'ur Neshriyati Abdujalil Turan akamizningki beshida bo'layotgan neshriyat. Shu neshriyatningki 2014-yil İstanbulda nashr qilingan kitapken. Bu kitap 3 doktor birlikte, hatta profesör doktor bular. Profesör doktor Muhammed Özdemir, profesör doktor İbrahim Sarıçam, profesör doktor Seyfettin Ershahin qatarlıq bu 3 profesör doktorunun birleşip yazgan kitap iken 360 betlik kitapta bir İslam tarihini sığdırış onda asanmı emas. Ama bu ustazlar bunun için bir tirişipti. Biz bunu halkımızga, sizlarga yetkizishga tirişimiz qadarli qarindoshlar. Endi men İslam dinininki tarihi qarab, shuningdek Mekke devrida Medine devriga o'tgan babda hozir men siyosiy va harbiy taraqqiyotlar degan yerga keldik. Undan keyin Payg'ambar alayhisolamning vafoti bilan bugungi darsimiz oxirlashadi, qadarli qarindoshlar. Siyosiy va harbiy taraqqiyotlar Medine devridagi siyosiy va harbiy taraqqiyotlar Yahudi va Hristiyanlar o'rtasidagi munosabatlarni o'z ichiga oladi. Müşrikler bilen bo'lgan munosabatlar. Peygamber aleyhisselam Mekke, Medine devrida delil keltirib qoida qilish va nasihat qilish usuli bilan insonlarni islomga chaqirgan. Qur'oni Kerim boshqa millatlar bilan bo'lgan munosabatlarda tinchlikda ching turishni asos qiladi. Tinchlikni yaxshi ko'rish inson tabiatida mavjud bo'lgan narsadir. Peygamber aleyhisselam hayoti bo'yicha inson tabiatiga zid keladigan söz ve hareketlerini kılmagan. Peygamber Aleyhisselam'ın məqsidi tinchlik o'rnatish idi. O İslamni kural küçü bilen tarqatmagan. Qadarli qarindoshlar. O İslamni kural küçü bilen tarqatmagan. Hicretden keyin urush qilishga ruxsat qilindi. Bazı vaqtlarda urush qilishga emir qilindi. Urush qilishga ruxsat qilishning sababini bunda xulosalashga bo'ladi. Musulmonlarning jon, mal ve iffat nomusini qo'g'dashga imkon yaratish, mudofaa haqqi berishni maqsad qilgan. Uhud ve Xandak urushlari bu maqsadda qilingan. Bunun bilan islom chaqiriqi inson haqlari ve din erkinligi kapolatga ega qilingan. Ba'zi urushlar tuzilgan kelishimdagi xiloflik qilib İslam ve Müslümanlara ziyan salganlarını cezalash maqsadida qilingan. Yahudi qabilleri bilen qilingan urush bununla misal bo'lalaydi. Tabuk ve Mu'ta urushiga o'xshash ba'zi urushlar o vaqtdagi kuchli davlatlarning islom vataniga hujum qilishning oldini olish uchun qilingan. Nima debdi? Tabuk ve Mu'ta urushiga o'xshash ba'zi urushlar o vaqtdagi kuchli davlatlarning islom vataniga hujum qilishning oldini olish uchun qilingan debdi. Tunji sariya ve g'azot. Peygamber aleyhisselam o'zi bevosita qatnashgan barliq urushlar g'azva, onun bevosita qatnashmay bir sahobaning qo'mondonligida avatgan harbiy qo'shinlar sariya deyiladi. Peygamber aleyhisselam qo'mondonligida 27 qitim g'azva urush qilingan. Bu g'azvalardan faqatla 7 qitimqisida qurolliq urush bo'lgan. Sariyalarning soni g'azvalarning sonidan ko'p bo'lgan. Peygamber aleyhisselam Medine'ye hicret qilgandan keyin
Yeni bir devlet kuruş ve düşmanları bilen uruş kılışqa ruhsat berilgandan keyin Medine'ge iltica qilgan musulmonlarni Quraysh mushriklarının tehdididan qutqizish uchun ularga iqtisodiy embargo yurgizishni qaror qilgan. Bu maqsadda strategik o'rinlarga sariya ve g'azvalar safar qilingan. Büyük Bedir urushidan ilgari bu maqsadda 4 g'azva safar qilgan. Bulardan Batni Nahl sariyasidan boshqa sariyalarda tuyuqsiz hujumlar bo'lmaganidek urushmo yuz bermagan. Bulardan oldingi 3 sariyadan biri Hazreti Hamza'nın qo'mondonligida elib berilgan Siful Bahri safari, yana biri Ubayda ibn Harisning qo'mondonligida elib berilgan Rabi safari. Said ibn Abu Waqqas rehberligida elib berilgan Harra safari ve Abdullah ibn Ceyş rehberligida elib berilgan Batni Nahla sariyalaridir. Bu davrda qilingan g'azvalar Abva, Bavud, Bedrul A'la ve Zul Aşayri'den ibaret. Bu g'azvalar her xil sebepler tüpeyliden hicretinin 2. yılında Bedir urushidan ilgiri elib berilgan. Bu seferler jarayonida Peygamber aleyhisselam Medine, Mekke o'tturisida o'tiraqlashgan bazı qabilalar bilan o'zaro hujum qilishmaslik, bir-biriga qarshi üçüncü bir tarafga yordam qilmaslik haqida kelishim tuzib, ularning tarafsiz turishini qo'lga keltirgan. G'azva deganga urush va jang degan ma'noni izohatni beribdi, qadrli qarindoshlar. Bedir urushi milodi 624-yil. Bedir urushi Peygamber aleyhisselam bilan mushriklar o'ttirisida yuz bergan tunji urushdir. Bu urush hijretning 2. yili Quraysh mushrikleri Abu Sufyanning rehberligida Suriyaga avatgan karvonning qaytib kelishini qo'g'dashni maqsad qilib avatgan mushrik qo'shini bilan musulmonlar o'ttirisida yuz bergan. Bedir Medinening g'arbiy janubiy qismiga joylashgan. Bedir shehidligida qarasanglar Mekke Medine'ga borganlar ko'rdi tuz bir yer. Peygamber aleyhisselam urush qilishdan ilgari mushrik qo'shiniga tinch va bexatar qaytib ketsa bo'ladiganligini aytib urushmaslikni taklif qilgan. Ammo mushrik qo'shin bu taklifni rad qilib urush qilishga chin to'g'an. Urush mubariza bir elishish shaklida boshlangan. Urush musulmonlarning ustunligi bilan boshlanib, yana musulmonlarning g'alabasi bilan oyoqlashgan. Abu Cehil qatorliq mushriklarning katta boshlaridan 70 ga yaqin o'ldirilib, bu songa teng keladigan mushrik asirga ilingan. Bu urushda musulmonlardan 4 kishi shahid bo'lgan. Peygamber aleyhisselam asirlar ichidan faqat 2 mushrikni o'limga hukm qilgan. Boshqa asirlar iqtisodiy ahvolga qarab fidya to'lash sharti bilan qo'yib berilgan. Ba'zi asirlar shartsiz, ba'zilari 10 musulmonning savobini chiqarish sharti bilan qo'yib berish qaror qilingan. Medine'ga qaytganda g'animatlar to'planib, urushga qatnashganlarga teng taqsim qilib berilgan. Bedir urushdagi Peygamber aleyhisselamning urush taktikasi nihoyat zo'r ahamiyatga ega bo'lib, bu urushda asir ve yaralarga qilingan muomala nihoyat muhimdir. Bu urushning g'alabasi Medine'dan boshlab Arab yarim oroli ve yarim orol sirtidagi musulmonlarning kuchlanishigami ta'sir ko'rsatgan. Bedir urushining eng muhim natijalaridan birisi Uhud urushiga sabab bo'lganligidir. Mekke mushriklari mag'lubiyat xabarini olgandan keyin qattiq g'am qayg'u cho'kib, musulmonlardan intiqom olish uchun birlikda qasam qilib tayyorlik qilishga boshladi. Bedir urushida yaqinlarining o'ldirilishi Quraysh mushriklerini qattiq aloqsadi qilgan. Abu Sufyan Bedir urushidagi 2,5 oy o'tgandan keyin puxta tayyorlik qilib, 2000 kishilik qurolliq bir qo'shin bilan Medine'ga atlandi. Medine'ga kelishga jur'at qilolmay, Medine sirtidagi mahallaga hujum qildi. Bir xorma bog'chisida ishlayotgan 2 musulmonni o'ldirib, etizligiga o't qo'yib berdi.
Bu vaqtda Peygamber aleyhisselam musulmonlarga qarshi askar to'plab Medinaga hujum qilishga tayyorlik qilayotgan Sulaym va G'atafon qabilalariga qarshi safarga atlandi. Debdi qadrli qarindoshlar, biz o'qiyotganimiz islom tarixi Tekliminkan Uyg'ur nashriyati İstanbul'da 2014 yıl nashr qilgan kitap. Hazır 58. betni o'qiyotimiz Medine devridagi urushlar. Uhud urushi 625 yili va buningga ergishib bo'lgan o'zgarishlar. Bedr urushida yaqindan Bedir urushida yaqinlaridan ayrilib qolgan mushriklar bu qatimqi savdodan topgan foydani sarf qilib Makka atrofidagi arab qabilalaridan askar yig'di. Bu askarlardan 3000 kishilik bir qo'shin tayyor qildi. Peygamber aleyhisselam bu ahvoldan xabar topgandan keyin nima qilish haqida musulmonlarni yig'ib muzokara qildi. Bedir urushida qatnashmagan yoshlar va Hazrati Hamzaga o'xshash qahramonlarning meydan urush qilish talablariga asosan dushmanni Madina sirtida kutish qaror qilindi. Bu vaqtda Abu Sufyan qo'mondonligidagi mushriklar Madinaning shimolidagi Uhud tog'ining ostiga kelib qarorgoh qurgan edi. Peygamber aleyhisselam 700 kishilik bir qo'shin bilan milodining 625 yili 25 yanvarda Uhudga kelib qarorgoh qurdi. Düşmanning arqa sapdan hujum qilishining oldini olish uchun Abdullah ibn Jubayr qo'mondonligida bir guruh o'qchini Uhud tog'ining oldidagi Aynayn egizligiga o'rinlashtirdi. Bu o'qchilarga ikkinchi qatim bir buyruq kelmaguncha o'rnidan ayrilmasligini buyruq qildi. Urush yakma-yak elish bilan boshlandi. Uhud urushining birinchi bosqichida musulmonlar ustunlikni qo'lga keltirdi. Faqat o'qchilarning yerlarini tark qilishi bilan mushriklarning otliq qo'shini orqa tarafdan hujumga o'tdi. Bu ikkinchi bosqichda ikki dushman o'rtasida qolgan musulmonlarga falokat bo'ldi. Uchinchi bosqichda mudofaa urushi boshlamoqchi edi. Bu oxirgi bosqichda ba'zi musulmonlar büyük qahramonliklar ko'rsatdi. Musulmonlardan 70 kishi shahid qilindi. Mushriklardan 22 kishi o'ldirildi. Uhud urushida musulmonlar uchragan oxirgi bosqichni mag'lubiyat deb qarasak bo'lmaydi. Bu urushda musulmonlarning ko'p qismi yaralanib, bir qismi shahid bo'lgan. Eng muhimi mushrik qo'shin musulmonlardan tuproq, asir va g'animat ololmagan. Hatta Medinaga hujum qilishga jur'at qilolmay Makkaning yo'liga davom qilgan. Peygamber aleyhisselam Uhud urushidan bir kun o'tib, Quraysh mushriklarining Medinaga tuyuqsiz hujum qilganligi xabarini anglagandan keyin Quraysh qo'shinini kuzatish lozimligini o'ttirib qo'ydi. Bunun bilan 500 kishilik bir qo'shinni Medinaga 13 kilometr yiroqlikdagi Hamraul Asad degan yerga avatib 5 gün kuzatchilik qildirdi. Mushriklar qo'shini musulmonlar tarafidan kuzatilganligini uqib, Madinaga kelishga jur'at qilolmay Makkaga qarab yo'l oldi. Uhud urushi yuz berib, qisqa vaqt o'tgandan keyin musulmonlarni bearam qilgan Bi'r Mauna fojiasi yuz berdi. Amr ibn Sasa qabilasining raisi Abu Barra Amr ibn Malik Medine'ye kelib Peygamber aleyhisselamdan qabilasiga islomni tabliğ qiladigan odam evatishni talab qildi. Evatildigan bu odamlarning bexatarlikni saqlashga kapolat qildiganligini bildirdi. Bu talabga asosan Peygamber aleyhisselam Suffa ahlidan Qur'onni yaxshi biladigan 70 o'qituvchini evatdi. Hayat Bi'r Mauna deb atiladigan quduqning yeniga kelib, qo'noqlagan vaqtda Abu Barra'nın ciyani Amr ibn Tufayli'nin Sulaym kabilesi aymıqından toplangan askerler bu hayatga hücum qilib, iki adamdan başqa hamma adamni şehit qildi. Bu çağda yana Raci vaqasi yuz berdi.
Peygamber aleyhisselamga ma'lum bir qabiladan bir heyet kelib, qabilasiga islomni tabliğ qiladigan odam evatishni talab qildi. Buningga asosan payg'ambarimiz evatgan bir hay'at Raji degan yerga kelganda bir guruh kishilar tarafidan öldürüldü. Bular iki adam tutup ketdi. Mekke müşrikleri Bedir'de öldürülgen yıkıllarının intikamını eliş için bu iki Müslümanını bir müddet zindana taşlagandan keyin dağı esip şehit kıldı. Hendek uruşu 627 yıl. Bu uruş Medine'ni qoğlaş üçün Medine etrafında qazılgan xendeklerde bolğanlık üçün Hendek uruşu deyilgen. Bundaq deb atılış bilen birgi yana her xil tabiqalar bir yerga toplanıp Müslümanlarga hücum qilganligi üçün bu uruş yana Ahzab g'azvisi deb atalgan. Qur'on Kerimde bu urushni bayon qilgan Ahzab ismida bir sura bor. Xayber'e o'tiraqlashgan Yahudi reisleri Mekke'ye kelib Quraysh mushriklerini Müslümanlarga qarshi urush qilishga kushkiritdi. Quraysh qabilasining Saqif, Kinana, G'atafon, Sulaym, Asad, Qazara, Murra, Ascha qatorliq mushrik arab qabilalar o'zaro birlashib 10.000 kishilik bir qo'shin bilan Madinaga qarab yo'lga chiqdi. Buni olgan Payg'ambar alayhisalom Salmani Farisining taklifiga binoan shaharning hujumiga uchuq yerlariga xandaq qizib Medinni mudofiya qildi. Bu urushda 6 musulmon shahid bo'ldi. Mushriklarning 3 kishi o'ldi. Qurshav 23 kun davom qilib, oxirida mushriklar tarafidan bekor qilindi. Bu urush mushriklarning mag'lubiyati bilan oxirlashib, Quraysh mushriklarining payg'ambar alayhisalomni yo'qotish uchun qilgan eng oxirgi planini mo bitjit qildi. Xandaq urushi mushriklar bilan bo'lgan munosabat jihatdan muhim ahamiyatga ega. Quraysh mushriklari bu urushdan keyin musulmonlarga qarshi yana bir qatim urush qilish jur'atiga ega bo'la olmagan. Xandaq urushidan keyin Payg'ambar alayhisalom bu qatimgi Qo'rshovda mushriklar bilan bir safda tug'an ba'zi qabilalarga sariyalar avatdi. Raji vaqasida islom hayitiga suiqasd qilib, bir qismini shahid qilib, bir qismini asralib Mekke mushriklarga satgan qabilalarga bu safar tartibladi. Medinliklarga oid hayvonlarni bulang-talang qilmoqchi bo'lgan qabilalarga mo safar qildi. Hudaybiye kelişimi 628 yıl. Peygamber aleyhisselam hicretinin 6. yılı Zulqa'da ayının başlarında 1500 kişilik sahabeyle birlikte Mekke'ye qarab yo'lga chiqdi. Müslümanlar sefer üçün qilish bilan qurbonlik tugilarini elib mangdi. Mekke yaqinidagi Hudaybiyaga kelib qo'noqladi. Peygamberimiz Mekke'ga faqat ömür üçün kelganligi, Ka'bani tavob qilib qaytadiganligi, urush uchun kelmaganligini Mekke mushriklarga bildirdi. Mushriklar musulmonlarni Mekke'ye kirgizmaydiganligini aytdi. Oxirida Suhayl ibn Amr rahbarligida bir heyetni sulh qilish uchun Peygamberimizga avatdi. O'zaro muzokiradan keyin Peygamber aleyhisselam bilan Quraysh heyeti o'rtasida Hudaybiyada bir kelishim tuzildi. Bu kelishimga asosan musulmonlarning Ka'bani bu yil ziyorat qilmay, kelar yil ziyorat qilishga ruxsat qilindi. Arab qabilalari ikki tarafdan biri bo'lgan ittifoq tuzishga yo'l qo'yildi. Quraysh qabilasining biri islomni qabul qilib, musulmonlarga iltijo qilsa, bu odam musulmonlar tarafidan qabul qilinmaydi. Ammo Mekke'ga iltijo qilgan bir musulmon qaytirib berilmaydi. Bu kelishim 10 yillik kuchga ega bo'ladi. Bu vaqt ichida musulmonlar Qurayshlar musulmonlarga daxl ta'ruz qilishga bo'lmaydi. Hudaybiya kelishimi islom tarixida muhim ahamiyatga ega. Qaramoqqa bu kelishim musulmonlarga nisbatan ziyonliqda ko'rinsimi, oxirida musulmonlarning manfaati uchun xizmat qilgan. Tinch va xotirjam sharoitda islomiyat tezda tarqalgan. Buningdan boshqa Hijoz rayonining ikki muhim o'ltiraq markazi Xaybar va Makkaning fath qilinishiga shart sharoit yaratib bergan.
Peygamber aleyhisselam bu tinch vaziyatdan foydalanib, qo'shni ellarning davlat reislariga islomga da'vat maktublari evatgan. Hudaybiya kelishimidan keyin Qurayshdan boshqa mushrik arab qabilalariga sariyalar evatgan. Hijratning 6-yilida, milodining 628-yili mushriklarning to'sqinlik qilishi bilan Ka'ba ziyoratini 1 yildan keyin Hicretning 7-yili, milodining 629-yilida ado qilgan. Hudaybiya tinchlik kelishimidan 1 yil o'tgandan keyin Quraysh qabilasining atoqli shaxslarining Xolid ibn Valid, Amr ibn As va Osman ibn Talha Madinaga kelib musulmon bo'ldi. Makkaning fath qilinishi milodi 630-yil. Musulmonlarning ittifoqdoshi Xuzoa qabilasi bilan mushriklarning ittifoqdoshi Bakir qabilasi o'ttirusida uzundan beri dushmanlik bor edi. Bakir qabilasining bir guruh odam Xuzoa qabilasiga tuyuqsiz hujum qilib, bu qabiladan 23 odamni o'ldirdi. Bu tuyuqsiz hujumga Quraysh mushriklari yordamlashdi. Bu suiqasd Hudaybiya kelishimining bekor qilinishiga sabab bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom bu voqeadan xabar topgandan keyin Quraysh mushriklariga maktub yozib, Bakir qabilasi bilan tuzgan ittifoqini bekor qilishni yoki o'ldirilgan Xuzoa qabilasining xun haqqini to'lab berishni talab qildi. Quraysh mushriklar bu talabni rad qildi, ammo kim pushaymon qildi. Abu Sufyonni kelishimni yanglash uchun Madinaga avatdi. Lekin uning tirishchilligi bir ishga yaramadi. Abu Sufyan Madinadan ayrılgandan keyin Peygamber aleyhisselam Mekke'ni fethi qilish qaror berdi. Maxfiy tayyorlik qilib, milodining 630-yili Ramazonning 10-kuni 1 yanvarda muhacir, ensar ve etrafidan kelgan qabilalar bilan birlikda Madinadan yo'lga chiqdi. 10,000 kishilik qo'shin Makka yaqiniga kelib qo'noqladi. Peygamberimiz musulmonlarning kuchini ko'p ko'rish uchun kecha vaqtida askar soni bilan tang mash'al yiqishni buyurdi. Makka mushriklar tarafidan ahvol o'qish uchun evatilgan Makkaning boshlig'i Abu Sufyan Peygamberimizning charlash qismlari tarafidan tutib olinib, Peygamberimizning yeniga elib kelindi. Abu Sufyan cho'nqur o'ylagandan keyin musulmon bo'ldi. Musulmonlar qo'shini 4 tarafdan Makkaga kirdi. Peygamberimiz majbur qolmagan holda qon to'kmaslikni buyurdi. Xolid ibn Valid qo'mondonligidagi janub tarafdan shaharga kirgan qo'shindan boshqa qismlar mushriklarning qarshiligiga uchramadi. Peygamber aleyhisselam Mekke'de uyning eshigini taqib olgan, qurol ko'tarmagan Masjid-i Haram ve Abu Sufyanning uyiga kirganlarga amonlik berdiganligini jakalat qildi. Mekke'de umumiy kechirim e'lon qilindi. Ka'ba ve atrofdagi butlar Peygamber aleyhisselamning emri bilan chiqib tashlandi. Hamma odamning uyidagi butlarning chiqib tashlanishi haqida buyruq qilib chiqardi. Her qanday bir odamning mol mulki ve yer zaminga chiqilmadi. Peygamber aleyhisselam Mekke'de bir asker qoldirmay shaharni boshqarib turishni, islomni yangi qabul qilgan bir Mekkelikka topshirib, Hunayniyaga qarab yo'lga chiqdi. Hunayn Avtas urushlari ve Taif'ning muasir qilinishi 630-yil. Peygamber aleyhisselamning Mekke'ni fethi qilishi bilan Taif etrafida yashaydigan Havazin qabilasi Saqib qabilasidan birlashib musulmonlar bilan urushga tayyorlandi. Havazin qo'shinining qo'mondoni Malik ibn Ava askerlariga e'lon berish ve qochib ketishning oldini olish uchun qabilasining ayollari, bolalari ve hayvonlarini urush maydoniga elib keldi. Peygamber aleyhisselam 12,000 kishilik bir qo'shin bilan Hunaynga qarab yo'lga chiqdi. Havazin qo'shini bu vadida muhim yerlarni burun egallab olib, musulmonlarga tuyuqsiz hujum qildi. Musulmonlarning oldingi qismlari dushmanning qattiq hujumi ostida dastlabki chechilib chekinishga majbur qoldi. Bu ahvol qo'shning ruhiy kayfiyati yoki
qo'shinning ruhiy kayfiyatiga yomon ta'sir ko'rsatdi. Musulmonlar Havazin o'qchilari qarshisida nima qilishni bilolmadi. Faqat qaytadan to'planib dushmanni tarqatdi. Havazin askarlari ayol va bolalarni jang maydoniga tashlab qo'yib qochdi. Hunayn urushida mushriklardan 70 kishi o'ldirildi. Musulmonlardan 4 odam shahid bo'ldi. Askarlarning chechilib ketishi bilan Havazin qo'shinining ko'p qismi Taifga qarab mangsa, bir qismi musulmonlar bilan qaytadan urush uchun Avatus rayoniga to'plandi. Hunayn urushida Avtas rayoni to'plandi. Hunayn urushida ko'p miqdorda asir va g'animat qo'lga tushdi. Payg'ambar alayhisalom bir qism qo'shinni Avtasga avatib, o'zi Taifga qarab yo'lga chiqdi. Musulmonlarning Avtasga Havazin qo'shinini mag'lub qildi. Payg'ambar alayhisalom atrofi sepillar bilan qoplangan Taifni qo'rshovga oldi. Payg'ambar alayhisalom muasirdan bir natija chiqmaydiganligini ko'rib, qo'rshovni bekor qilib, Madinaga qarab yo'lga chiqdi. Mushriklar bilan bo'lgan munosabatlarda oxirgi bosqich 631-yil. Makkaning fathi Quraysh, Havazin va Saqib qabilasiga o'xshash Arab yerimorining eng kuchli qabilalarning islomga kirish bilan butqujuqlarning soni az qoldi. Lekin bu o'zgarishlar bilan birlikda bir qism mushriklar o'zining mavjudligini saqlab qolish bilan birlikda umra va haj qilish uchun Ka'bani ziyorat qiladi. Chunki Ka'bani ziyorat qilganlarga to'sqinlik bo'lmaganligi va harom oylarda har qanday odamga ziyon zahmat yetkazilmaydiganligi haqida mushriklar bilan kelishim tuzilgan edi. Payg'ambar alayhisalom Tabuk safaridan keyin Madinaga qaytib keldi. Payg'ambar alayhisalom Hazreti Abu Bakrni haj amri tayinlab Makkaga avatdi. Chunki bu yil haj farz qilingan edi. Hazreti Abu Bakr va Hazreti Ali hajni ado qilib Madinaga qaytib keldi. Endi qarindoshlar ahli kitob bilan bo'lgan munosabatlarni so'zlab, undan keyin Payg'ambar alayhisalomning vafotini o'qiydiganmiz, jinim do'stlarim. Biz hozir o'rganayotgan kitob Islom tarixi Taklimakan Uyg'ur nashriyati, asli qarasanglar Taklimakan Uyg'ur nashriyati tarafidan 2014-yil Istanbulda nashr qilingan kitob, qadrli qarindoshlar. Ahli kitob bilan bo'lgan munosabatlar. Hijrat yillarida Madina xalqining 20 yahudilarni tarkib topgan edi. Payg'ambar alayhisalom dastlabda ularga illiq muomala qildi. Madina kelishimida ularni islom jamiyatining bir partiyasi deb qabul qildi. Hijratning 1-yildan boshlab ba'zi yahudilar musulmon bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom kelishimining buzilmasligi uchun qo'lidan kelgan tirikchilikni ko'rsatdi. Faqat yahudilar kelishimga xilof bo'lgan ishlarni ko'p qildi. Madina kelishimini birinchi qatim buzgan Yahudi qabilasi Bani Qaynuqa yahudilari edi. Ular Badr urushida musulmonlarning g'alabasiga hasad qilib, ularning g'alabasini Qurayshning urush taktikasini bilmasligiga sabab ko'rsatdi. O'zlarining mahir urushchi ekanligini aytib, musulmonlarni tahdid qildi. Payg'ambar alayhisalom milodining 624-yilida Bani Qaynuqa yahudilarni muhosirga oldi. Ularning mol mulki va qurol-yarog'larini qoldirib qo'yib, Madinadan chiqib ketishiga ruxsat qildi. Ya'ni Qaynuqa yahudilari Suriyaga kelib, Azriat shahriga urullashdi. Madina kelishimiga xiloflik qilib, mushriklar bilan ittifoq tuzib, Payg'ambar alayhisalomga suiqasd planlagan Bani Nadir yahudilari milodining 625-yilda mollari bilan Madinaning sirtiga chiqarildi. Ular Xaybar va Suriyaga kelib makonlashdi. Bani Qurayza yahudilari Xandak urushida mushriklar bilan birlashib, musulmonlarga orqadan hujum qilishga urindi. Bu bir urush jinoyat edi. Xandak urushidan keyin Payg'ambar alayhisalom bu Yahudi qabilasini qo'rshovga oldi. Oxirida Bani Qurayza yahudilari sobiq
ittifoqdoshi bo'lgan Avs qabilasining Said ibn Muazni o'zlari haqida hukm berishni taklif qildi. Uning bergan hukmiga asosan erlari o'ldirilib, ayollari asir qilinib, mollari g'animat elindi. Medine şehir devleti üçün tehdit bo'lgan Xaybar qal'asi miladi 628 yılda fethi qilindi. Yahudlarning mollari g'animat elindi. Ammo yer zaminini ishlatib, dehqonchilik mahsulotlarning yarmini islom davlatiga bosh shakl topshirish sharti bilan yer zamin ularga qoldi. İslam barliq kelgan vaqtda Arabistonga qo'shni bo'lgan xristian davlatlardan Habasiston bilan yaxshi munosabat o'rnatildi. Ammo Vizantiya va uning ittifoqdoshi bo'lgan G'assanilar bilan bo'lgan munosabat hijratning 6-yildan boshlab yiriklashdi. Payg'ambar alayhisolamning Basr valisi evatgan elchisi Vizantiya valisi tarafidan o'ldirildi. Xalqaro qonunga xilof bo'lgan bu harakatga jazo berish uchun Payg'ambar alayhisalom milodining 629-yilda Lut ko'lining janubiga joylashgan Muta degan yerga ozod girdisi Zayd ibn Harisa qo'mondonligida bir qo'shin evet. Vizantiya qo'shini oldida musulmonlar qo'shinining 3 qo'mondoni keynidan shahid bo'ldi. Oxirida Xolid ibn Validning mahir qo'mondonligi natijasida ko'p ziyon tortmasdan Madinaga qaytib keldi. Miladi 630-yili Payg'ambar alayhisalom G'assanilarning musulmonlar bilan urush qilishga tayyorlanayotganligini xabar topib Tabuk safariga atlandi. Faqat Tabukqa yetib borganda Madinaga kelgan xabarning rost emasligi oshkora bo'ldi. Bu safarda yaşaydigan bazı Yahudi ve Hristiyan qabilleri jizya to'lashni qabul qilib islomga kirdi. Hristiyan davlatlaridan boshqa yana Yamanning shimoliy qismidagi Najran degan yerda Hristiyan bir qabila bor edi. Bu Hristiyanlardan bir hay'at Hicrining 9-yili Madinaga kelib, Payg'ambar alayhisalom bilan ko'rishib, öz dinida qilish va yillik jizya to'lash sharti bilan bir kelishim tuzdi debdi qadrli qarindoshlar. Nechilik vaqt o'qibdimiz? Qarab baqil 32 minut. Yana jiq mazmun qolmadi. İslam tebliğ faaliyetleri. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl İslam dinine tebliğ kıldı. Peygamberlikning dastlabki 3 yilida İslamni maxfiy ravishda tebliğ qildi. Bu bosqichda İslamni oldi bilan oila a'zolari, keyin do'stlarga yetkazdi. Uning tebliğ faaliyetlerida ko'z ko'ringan eng muhim nuqtalardan biri tebliğga boshlagandan boshlab iriq qabila, ayol, qir yosh, bay, kambag'al, quldar, qul deb ayrimay İslamni tebliğ qilganligi edi. İslam tunji o'tirg'i chiqqan vaqtdan boshlab har xil tabiiy kishilar tarafidan qabul qilingan. Payg'ambar alayhisalom Makka davrida eng yaqin tuqqanlarini ogohlantir ve o Muhammed emir qilganni ochiq o'tirib qo'y, butqa chuqurlarga qarma degan oyatlarning nazil bo'lishi bilan İslamni oshkora tebliğ qilishga boshlagan. Oldi bilan yaqin tuqqanlardan boshlab butun Quraysh qabilasi ve boshqa qabilalarga tebliğ qilgan. Bu vaqtda Mekke'ye başqa yerden her xil sebepler bilan kelgan qabilalardan İslamni qabul qilganlar bo'lgan. Payg'ambar alayhisalom İslamni texmi ko'p yerlarga tarqatish uchun Mekke sirtida ochilgan yermankilarga borgan. Bu yerlerde çedirlardaki hacilarni ziyorat qilib İslamni tebliğ qilgan. Mekke davrining oxirida Taifda o'ltirgan Saqib qabilasiga borgan.
Peygamber Aleyhisselam'ın şəxs ve ammağa İslam'da təbliğ qilish hicret kişi davam qilgan. Qançılğan cəfa müşəqqət tartışıdan qat'i nazar ümidsizlikə düşməy səvrichanlik bilan İslam'ni təbliğ qilishni davamlaşdırgan. Peygamber Aleyhisselam Medine devrida her qaysi yerlərə İslam'ni təbliğ qiladigan heyətlər evetkin. Hudaybiya tinch kelishimidan keyin Peygamber Aleyhisselam təbliğ meselesinde yana bir qadam ilgirlab qo'shni ellarning davlat va qabila reislerini İslam'a çağırıp mektup evetken. Bu xil gayretlerimi onun İslam'ı tutuş ve tarqitish jihatidagi ahamiyatli faaliyetlerin birisi idi. Peygamber Aleyhisselam elçiler işinden barmoqchi bo'lgan davlatning yoki rayonning tili ve ahvolini bildigan kishilarni tanlagan. Elçilerde qoyil qilish kuchi, axloqi güzel, samimiyatchil, so'zi güzel, tushunish qobiliyati kuchli bo'lish qatorliq odayliklar talab qilingan. Mekke'nin fethidan bo'libmi Tabuk safaridan keyin Arabistonning har qaysi Mekke fethidan bo'libmi Tabuk safaridan keyin Arabistonning har qaysi rayonida yashagan qabilalar Medine'ga heyet evetishga boshlagan. Hijratning 9-yilda nəhayət ko'p heyetlar kelganligi uchun bu yil heyetlar yili deb atalgan. Heyetlerning kelishi hijratning 10-yilgacha davom qilgan. Medine'ye kelib Peygamber Aleyhisselam tarafından qabul qilingan heyetler maqsad ve taleplerini o'ttirib qo'ygan. Bu talepler mensup bo'lgan qabilaning musulmon bo'lganligini bildirish, ularga vakolatan bayat qilish, islomning ahkomlarini o'rganib, qabilasiga qaytish yoki qabilasiga islomni tabliğ qilgan tabliğchi evatishni talab qilish qatorliqlar edi. Bunun bilan birga bir qism kishilar islomni qabul qilish yoki jizya to'lash sharti bilan o'z dinini qilib islom hokimiyatining himoyasiga kirishni talab qilganlarmi bo'lgan. Payg'ambarimiz har qaysi qabilalarning burundan boshlab odatlanib kelgan islomga xilof bo'lgan battil aqida, xurofot va odatlarni tugutishda tirishgan. Medine'den ayrılganda heyetlerge bergen təlimatıda tinchlikni amalga oshiradigan faaliyetlerge ahamiyat berib, xotirjamlikni bozadigan ishlardan yiroq turishni talab qilgan. Heyetlerge İslam'ның asosiy mazmuni halol ve haramni tushundirgan. Mesela halal ve haram düşündükken İslam'ın asasi mezmununu bazı kabilelerge teri parçalarına yazıp bergen. İnsanların ahlaklık buluşqa çağırgan. Mesela bazı kabile vekillerine verdiği vapa qilishni, amanetni igisiga topshirishni, qulum qo'shniga yaxshilik qilishni, her qandaq bir insonga zulm qilmaslikni, butparastlikni yo'qotib o'rniga tavhid aqidasini tiklashni talab qilgan. Peygamber Aleyhisselam Medine'den ayrılgan heyetlerge her xil hediye ve fermanlar bergen. Peygamber Aleyhisselam'ın yeniga kelgan heyetler İslam'ның tarqilishida muhim rol oynagan. Qadrli qarindoshlar, shunda qilib Medine'deki hayotma tugash oldiga keldi. Yine Peygamberimiz vafot bo'lgan vaqtida İslam'ның tarqilish ahvoli degan mazmunga hijratning 1-yildan boshlab qabilalarning top bo'lib İslam'a kirishi, g'arb ve g'azva ve seriyeler İslam'ның hakimiyet sahasi kengaytgan. Bedir urushi bilan Xandaq urushi o'ttirisi yuz bergan o'zgarishlar İslamiyetning hakimiyet sahasini Mekke yiqildirg'icha kengaytgan. Musulmonlar Hijazda eng büyük harbiy ve ijtimoiy kuchga ega bo'lganligi isbotlangan.
bu jarayonda Yahudilar Madina sirtiga chiqarilgan. Xandaq urushidan keyin, ya'ni Mustalaq qabilasining bo'ysundirilishi bilan Hijozning sharqi, Xaybarning fath qilinishi bilan Madinaning sharq shimoliy qismi musulmonlarning hokimiyatiga o'tgan. Hijratning 8-yilida Makkaning fath qilinishi bilan Yerim Aral xalqi islomni tez sur'at qabul qilgan. Tabuk safari bilan Arabistonning shimoliy xristian arab va yahudilar yashayotgan yerlar Madinaning bosh qurilishiga o'tgan. Payg'ambar alayhisalom hokimiyat qurish uchun Arab Yerim Aralning hamma tarafiga harbiy qism yaratmagan. Hijratning 9 va 10 yilida Madinaga Yerim Aralning har qaysi rayonlaridan hay'atlar kelgan. Hokimiyat qurilmagan rayonlar payg'ambarimiz yoki uning boshqarishini qabul qilish kerak edi. Qabilalarning islomiyatni qabul qilishi, zakat topshirishi, mas'uliyatlarni ado qilishi Madina davlatiga bog'liqligini ko'rsatdi. Payg'ambar alayhisalom musulmonlar fath qilgan yerlarga vali, o'qituvchi va ma'murlar tayinlagan. Qadrli qarindoshlar, 3-bob Rashid xalifalar davriga keldik. Qo'limdagi buni İslam tarixi degan Teklimakan Uyg'ur nashriyatining kitobini setib olib, sizlarga o'zinglarni o'qib beqishni kuchli tavsiya qilaman. Uningdan boshqa yana bir yozuvchi olim adibimiz Muhammad Yusuf degan akamizningki Baxt Saodatning 40 respi degan kitobmi Teklimakan Uyg'ur nashriyatining chiqig'liq. Onundan keyin bu Enes olim ustozning Qur'oni Karim va izohliq tarjimasini dunyoning har qanday yerida bo'lsangiz $10 to'lasangizlar sizga haqsiz $10 ki yani xalqaro pochtaning puli. Qadrli qarindoshlar, bu Qur'onni haqsiz ibatib beramiz. Agar setib olmoqchi bo'lsangiz $30, ammo haqsiz o'qiyman desangiz qadrli qarindoshim $10 ibatib beramiz. Bundan xabaringiz bo'lib qolsin. Biz tariximizni yaxshi o'rganish uchun inshaalloh islom tarixi nomli 6-cı Facebook halqımızı görüşkice Allah'ın özüge amanet bulanlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.